Assalomu alaykum barchaga. Demak, biz navbatdagi majburiy matematika savollari yechimini ko'rib chiqamiz. Dastlabki bizda birinchi misol. Chizmadagi shakllarning bo'yalgan qismlarini ifodalovchi kasr sonlar yig'indisini toping deb so'ralmoqda. Birinchi chizmamizda demak 10 ta qismdan 5 tasi demak bo'yalibdi. Ikkinchi shaklimizda esa 10 tadan 3 tasi. Endi ikkovini qo'shadigan bo'lsak 8 ta qism 10 bo'ladi. Endi 2 ga bo'lib yuborsak 4 ta qism 5 ekan. Ya'ni chizmalar kasrlar yig'indisi 4 taqsim 5 ga teng. Bu javobda keltirilgan. Keyingi misolimiz tenglamani yeching deb so'ralmoqda. Ya'ni 6 taqsim x ko'paygan 9 taqsim 16 teng 27 taqsim 32 ga. Endi qisqartirib yuborsak 16 bilan 32 ni qisqartirsak 2 tadan, 9 bilan 27 ni qisqartirsak 3 tadan. Natijada 6 taqsim x teng 3 taqsim 2 ga. X topishligimiz uchun proporsiya olamiz. Ya'ni 3 ni ko'paytiramiz x ga. 6 ni ko'paytiramiz 2 ga 12 bo'ladi. X topishligimiz uchun 12 ni 3 ga bo'lamiz. Natija 4 ga teng. Bu javobda berilgan. 13-misolimiz o'quvchi 8 ta har xil she'rdan birini ko'pi bilan necha xil usulda tanlab yod olishi mumkin. Demak, bu o'sha javobning o'zi bo'lib qoladi. Ya'ni 8 xil javobda berilgan. 14-misolimiz ushbu sonlarning o'rta arifmetik qiymati nimaga teng yoki nechiga teng deb so'ralmoqda. Ya'ni 5,86 qo'shilgan 7,04 qo'shilgan 2,1 bo'lingan 3 ta son bo'lganligi uchun 3 ga bo'lamiz. Natijada 15 taqsim 3, 15 ni 3 ga bo'lsak javobimiz 5 ga tengligi kelib chiqadi. Bu A javobda berilgan. Quyidagilardan qaysi biri to'g'ri deb berilmoqda? Birinchisi, ya'ni A javobda 10 metr kvadratimiz, demak 1000 santimetr kvadratga teng ekan, bu xato. B javobda 10 metr kvadratimiz, demak 10.000 millimetr kvadratga teng ekan, bu ham xato. C javobda 10 metr kvadratimiz 100 detsimetr kvadratga teng demoqda, bu ham xato. Demak, javobimiz D javob 10 metr kvadratimiz, demak 1000 detsimetr kvadrat. Sababi 1 metrimiz 10 detsimetr ekanligidan 1 metr kvadratimiz 100 detsimetr kvadratga tengligi keladi. 10 metr kvadratimiz bizdan 1000 detsimetr kvadrat berar ekan. Xo'p. Keyingi misolimiz kub qirrasining uzunligi 4 ga teng bo'lsa, uning to'la sirt yuzini toping deb so'ralmoqda. Ya'ni kubning tomoni 4 ga teng ekan, yuzasi esa sirt yuzi 6a kvadratga teng. Endi sirt yuzi formulasidan s barobar 6 ko'paygan a ni o'rniga 4 ni borib qo'ysak 4 ni kvadrat. Natijada 6 ko'paygan 16 bu 96 ni beradi. Bu A javobda berilgan. 17-misolimiz ham hisoblashga oid. Demak, hisoblang deb so'ralmoqda. Dastavval qavs ichini bajarib olamiz. 2 ko'paygan 18 dan 6 ni ayirsak 12 qo'shilgan 3 ko'paygan 9 dan 12 ni ayirsak -3. Ko'paytirib olsak 2 kere 12 24. 3 ni -3 ga ko'paytirsak -9. Bu bizga 15 ni berar ekan. Bu ham javobda keltirilgan. Ikkita son berilgan. Birinchisi 80 ga teng. Ya'ni birinchi sonimiz bizda 80 ga teng ekan. Ikkinchi son birinchi sondan 20% ga ortiq. Ya'ni ikkinchi sonimiz birinchi sondan 20% ga ortiq bo'lsa, berilgan sonlarning kattasini toping. Demak, birinchi sonimizda 100% bo'ladigan bo'lsak, ikkinchi sonimiz demak 120% bo'lishi kerak ekan. Buni x deb turamiz. Natijada x topishligimiz uchun 80 ni ko'paytiramiz 120% ga, bo'lamiz 100 ga. Natijada 2 ta 0 ni qisqartirib yuborsak 8 kere 12 96. Ya'ni ikkinchi sonimiz 96 ga tengligi hosil bo'ldi. Bizdan ushbu sonlarning kattasini toping deb so'ralmoqda. Kattasi 96 ga teng bo'lar ekan. 19-misol. Avtomobil 60 km tezlik bilan belgilangan butun yo'lni 3,6 soatda bosib o'tdi. Dastavval B tezligimiz 60 km/soat. Vaqtimiz esa
3,6 soat. Endi bu yerdan S masofani topa olamiz. Masofani topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytiramiz. 60 ni ko'paytiraman 3,6 ga, natija 216 kelib chiqadi. Endi bizdan keyingi vaqtni beryapti 2,4 soatni. Endi bu yerdan tezligimizni topishimiz kerak. Buni V1, T1, buni V1 deb tursak. Ya'ni V1 ni topishimiz uchun S masofani bo'lishim kerak T1 vaqtga. 216 kilometrni 2,4 ga bo'lsak, natijada 90 km/soat tezlikda harakatlanish kerak bo'lsa javobda keltirilgan. Va oxirgi misolimiz quyidagi tengliklardan qaysi biri to'g'ri deb so'ralmoqda. Ya'ni birinchi A javobimizda 8 kira 5 plus 8. 8 kira 5 40. 40 ga 8 da qo'shadigan bo'lsak 48. Bu A javob to'g'ri ekan. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va tanishlarga yuborib qo'yishni unutmang.